Mana shunaqa narsa hozir moda bo'lyapti dedilar. Sizlarni anaqa firmalarni topganlar, keldilar, akalar keldi. 2-3 ta anaqa variant berdim. Menga yoqdi. Akamga bitta ko'rsatib ko'ringlar bo'lmasa dedim. Tap etib tashlavdik, akamga yoqib qoldi. Keyin xuddi shunaqa qildik. O'zi mana o'rtasi emas, mana chetlaridan qilaman deb aniq qotdilar. Keyin sizlarda xodimlar aytdi, "Yo'q, unaqa emas aka, mana buni qilaylik. Mana bunaqasiga boshqacha bo'ladi, cho'tga chiqadi" deb qilishdi mana shunaqa. Bir kunda o'rnatib ketishdi, lekin gap yo'q, hammasiga qoyil. Mamlaketimizda ozgincha bizda kamchilik bor edi. Молодец, bolalar bu yerda ham qoyillab, boplab yechimini berishdi. Yechimini qilib, cho'tga qilib ketishdi. Doston aka, sizlar Yangi yo'ldagi eng nomer 1 sushi house ekansizlar. Juda ham ko'p insonlardan положительный отзывlarni eshitdik. Endi sizlarga birinchi o'rinda mijozlarga nima muhim? Bizga mijozga qulaylik bo'lishi kerak, atmosfera, o'tirgandagi atmosfera, maza qilib ovqatlanib ketadigan joy bo'lishi kerak. O'shaning uchun ham mana shu yerda yashil zona qilib, mana shunaqa patologlarga ham alohida e'tibor berib, hamma narsaga Xudo xolasa faqat shu mijozlarning qulayligi uchun qilyapmiz. Boshqalarga bir tavsiya etsangiz, nima deysiz restorandagi boshqa sohalarga? Boshqa sohadagi restoranlarga, boshqa qanaqalar restoranlarga ham aytaman. Foydalaninglar mana shunaqa anaqalardan, zamon talablaridan foydalaninglar va mijozlarga har doim qulaylik bo'lishga harakat qilish kerak. O'shanda расход bo'lsa, undan keyin prihod bo'ladi. Обязательно birinchi o'rinda shu mijozlarning qulayligi deb o'ylayman men har doim. Laz akamni o'zlari sizlarni kutib oladilar. Kelinglar, обязательно sushini eng nomer 1 o'zlari qiladi. Chef povurlar, Doston aka. Hamma kutamiz sizlarni. Да, обязательно kutamiz. Rahmat kattakon.